jannatga kiramiz, do'zaxga kiramiz, qayerga boramiz, qachon o'lamiz, mana shu narsalarni Alloh belgilagan. Alloh belgilagan o'limni bizi gapimiz o'zgartirmaydi. Lan yusibana deyotgani musibat yetmaydi hech qachon deyapti. Hech qachon yetmaydi. Yetgan bo'lsa Alloh yozib qo'ygan musibat yetadi. Yozib qo'ygani bo'lsa qocha olmaysan, hech narsa amal qilmasang ham shu musibat yetadi. Kofirni oyog'ini har kun 3 mahal o'pib tursang yuvmasdan. Shunda ham musibat yetadi. Yozilganda u. Kofirni oyog'ini o'pib qo'yganingiz uchun o'chirib beraman buni. Musibat yetmaydi demaydi. Musibat degani bitta kofirda yetmaydi-da bu. Alloh yozib qo'ygan qanchalagan musibatlar bor. Bular qamatdi deyotgan so'zni yolg'onligi mana shu. Endi qamatdi degani ustidan sotib qo'ysa boshqa narsa. Bugungi kunda o'sha diniy idoraga borsa ustidan yozib berib, Qur'on sovg'a qilib, bu yoqdan orqasidan menti jo'natib qamatayotganlarga ishlasa to'g'ri bo'ladi. Lekin haqni ayt deb bular haqni ayttirtirganda, haqni aytgani uchun zolimlar qamab qo'ygan. Mana ko'rdingmi? Buni sababchisi shu haqni ayt deganlar. Deyishlik unda hamma aybimizga eng katta javobgar odam payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'ladi. Haqni ayt deb bizga o'rgatib ketgan zot o'sha. Agar shunaqa demay indamasdan qorinni to'g'azib, shu qorinni g'amida yashab o'taveringlar bolalar. Qiyomatda eplab bir narsa qilib jannatga kirib ketib qolasizlar deganda boshimizni ham ortib o'tirmas edik. Qorinni g'amida yaxshi yashab, qo'yga o'xshab tanlab yeb, semirib oshqozon hazm qilayotganda yaxshiroq hazm qilsin deb bir burchakka borib uxlab, shu bilan umrimizni o'tkazar edik. Unaqa demadi-yu. Payg'ambar alayhisalom ayt yetkiz dedi-yu. Ojizlik bilan fojirlik sizlarga ro'para qilinadi. Ojizlikni tanlaylar, fojirlikni tanlamaylar dedi-yu payg'ambar alayhisalom. Demak, mana shu kunlarimizni ham bilganda, yo ojiz, yo fosiqlik ro'para bo'lib qoladi-da, yo ojiz olamiz, yo bir fosiq fojir bo'lamiz. Shuni bizga avvaldan ojiz bo'l, mayli musibatga qolsang ham. Mayli odamlar seni ahmoq deb o'ylasa ham, fojir bo'lma deyapti-da. Odamlar fojirlikka chaqiryapti. Yo ojiz bo'lmanglar, bular gapiga kirsang ojiz bo'lasan. Bizi gapimizga kirib bizga o'xshab fojir bo'lgin deyapti. Kofirni harom qonunlarini, harom ishlarini shariatdan do'ppi kiydirib, chiroyli qilib berib, o'zing ham shu haromga aralashib yashavergin deyapti. Haqiqatda biz ham shuni aytamiz. O'zi ikkita varianti bor. Kechagina Shuhrat Musayev chiqqan ekan menga. Aka, siz shunaqa deb aytyapsiz, siz aytgan narsaga amal qilsak, biz qamalib ketamiz. O'zbekiston hukumatı shunaqangi qamaydi, quvg'in qiladi, haqni aytsak, haqni yetkizsak. Siz shunga bilib turib chaqiryapsizmi odamlarni deyapti. Yo'q, bilib chaqiryapman, lekin chaqirayotgan odamlarimga ham eslatib qo'yapman. Allohning dini shunaqa narsaga amal qilsang, boshingni silamaydi hamma. Bu haqida avvalam yuzlagan marta qaytarib aytganman, yana aytaman. Iymon keltirdim deb amal qilgandan keyin qolmaysan, sinaydi Alloh subhanahu va taolo. Biz aytayotgan gaplarni amal qilsa musibat yetishi mumkin. Yetadi ham o'zi, yetmay qolishmi o'zi juda ehtimol. Chunki Alloh subhanahu va taolo Ankabut surasida buni aytib qo'ygan, avvaldan aytib qo'ygan. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Va laqad fatanna alladina min qablihim degan. Biz sizlardan avvalda ham shunaqangi sinab